tabriklayman. Eng zo'r ligalardan bo'lsa inshaalloh. Gold Mango Ligasida jang qiladi. Shahzod Uzoqov, ya'ni Gold ustozdan Mango Ligasidan jang berishini so'radi. Biz ligani ochishimizdan maqsad haqiqiy baysdan, haqiqiy personaldan qo'ymoqchimiz. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Kecha g'alaba qozongan Amirxon Alixo'jayev esa bugun parhezini buzib yubordi. Bundan tashqari kecha mikrofonda ozgina baqirib yuborganligi sababli ham kommentariyada turli xil gap so'zlar juda ham ko'p tarqaldi. Befarosatlar ko'pda. Kecha Amirxonda jangida farzandini ko'tarib chiqib, endi 2 jangdan beri yutqizgan edi. Albatta, Shahzod Uzoqov Mangu Ligasida jang qiladi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ligalar bilan tabriklayman. Eng zo'r ligalardan bo'lsa inshaalloh. Mana degan media bayslar kelsa jang qilib berasiz men bilan. Ha, bilaman. Bu to'g'risida kommentariyaga yozishdan ko'rib chiqamiz. Biz ligani ochishimizdan maqsad haqiqiy baysdan, haqiqiy personaldan qo'ymoqchimiz. Shahzod bilasizlar, haqiqiy sportmen personal. Inshaalloh, agar Alloh xohlasa, uni o'ylab ko'rib, komanda bilan bir to'xtam kelamiz. Xudo xohlasa, Shahzodni hamma ko'rish xohlaydi bizlarga. To'g'rimi? Akam ham ustozim, yoshligimdan akamni yollariga motivatsiya berganlar. Yoshligimdan ko'p urush qilmadim, janjal qilmadim. Oldindan kelib keladilar. Mana endi o'zimga kelib, akamni yoniga keldi. Aka, rahmat sizga. Inshaalloh Danavaytlar yoningizga kelsin sizga. Inshaalloh, gapir aka. Befarosatlar ko'pda. Kecha Amirxonda jangida farzandini ko'tarib chiqib, endi 2 jangdan beri yutqizgan edi. Ichida nimalar o'tganini uni o'zi biladi. Sportmen odam biladi. Endi baqirib yordi. Ichida emotsiyalarni nima qilib yordi. Shuni qarolab yozyapsizlar-da, unday qildi, befarosat, so'kib. Oldida so'kolmaysan, sportsmenda oldida birorta so'kolmaysan. Yuziga ayta olmaysan shu gaplarni. Eng qizig'i shu sitkaga chiqib bir havoga ham qo'lini otib ko'rmagan odamlarda, yo sitkani ichi, oktagonda ichi nimaligini bilmaydigan odamlar yozadi-da. Nabarot qo'llanglar, to'g'ri, xato ish qildi. Lekin atayin qilgan yo'q-ku. Endi bilib qilgan yo'q-ku shuni. Faxrlanib, ota endi farzandini olib chiqqandi bechara. Nima qilasizlar shunaqa gapni gapirib?